Ijtimoiy profilaktika haftaligi doirasida Kogon shahar Buxoroy Sharif mahallasida tibbiy ko'rik, ommaviy sayyor qabul bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-yanvardagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezidentning 1-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Kogon shahridagi og'ir mahallalar toifasiga kirgan Buxoroy Sharif mahalla fuqarolari yig'inida ijtimoiy profilaktika haftaligi doirasida sog'lom turmush tarziga jalb qilish bo'yicha ta'sirchan targ'ibot, aholining ijtimoiy muammolarini aniqlash va hal qilish uchun shahar hokimligining shaxsiy qabuli, ijtimoiy profilaktika obyektlarining muammolarini o'rganish va ijtimoiy profilaktika samaradorligini oshirish orqali huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishga qaratilgan tadbirlar bo'lib o'tdi. O'tkazilgan tibbiy ko'rikda 75 nafar fuqarolarning sog'ligi ko'zdan kechirildi. 89 nafar fuqarolarning turli mazmundagi muammo, taklif, murojaatlari tinglanib, qonun doirasida ijobiy hal qilish bo'yicha tegishli tashkilotlarga topshiriq va ko'rsatmalar berildi. Bu kabi tadbirlar Kogon shahridagi barcha mahallalarda olib borilishi rejalashtirildi.